Bu ko'rib turganingiz granit toshlar emas, hozirgi kunda trend bo'layotgan mana shunday terma travertin. Terma travertin Jomboyda ishlab chiqarilayotganini bilarmidingiz? Video qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rib turamiz. Sizlarga terma travertinimiz haqida qisqacha ma'lumotini berib o'taman. Bu original travertin toshlaridan tashkil topgan. Akalarimiz toshini Qirg'izistondan zakasga olib kelishar ekan. Undan tashqari uyingizga ortiqcha shovqin o'tkazmaslik uchun mana shunday orqalariga penalarni ham qo'yib qo'yishgan. Buni xohlagan devoringizga qotirsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda ko'plar rekaga qotirishyapti. Buni rekaga qotirmaysiz, safelnik kli bilan xohlasangiz devorga qotirsangiz bo'ladi. 20 yilga uyingizga xizmat qilib beradi. Xohlagan fasondagi mana shunaqa travertin toshlarimizni o'zingizning xohishingizga qarab olishingiz mumkin. Xohlasangiz bunaqa fason, xohlasangiz bunaqa fason, o'zingizga yoqqan fasonni tanlab olsangiz bo'ladi. Bizlarga mana bunaqa sokol variantdagi travertin toshlarimiz ham bor. Hozir usta akalarimiz mana shu yerda 200 kvadratga mo'ljallangan mana shunaqa travertin toshlarimizni tayyorlab qo'yishgan. Sizlarga bonusiga uyingizgacha yetkazib berish xizmatlari ham bor. Xohlagan turdagi, xohlagan ob'yomda qilib berishadi. Usta akamiz o'zini uylariga ham mana shunaqa terma travertin toshlardan qilib qo'yishgan. O'zingiz qarang. Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Bitta baho berishingiz mumkin. Eng qiziq joyi narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, kvadrati 100 mingdan 120 minggacha bo'ladi. Terma travertin toshlarimizdan zakaz bersangiz, uyingizgacha yetkazib beramiz. Pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqamiz. Manzilimiz Jomboy tuman Saroy mahallasi 26-maktabni ro'parasida joylashgan mana shu birinchi xonadonimizda. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib ketamiz. Shu videoni uyini terma travertin qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'yamiz.